Inson ruh va jasaddan iborat. Insonning zohiri bor, botini bor. Insonning zohiri tashqi ko'rinishi, xatti-harakatlari, qilayotgan amallari yoki bo'lmasa surati, gavdasi. Botini esa uning e'tiqodi, iymoni. Ana shu e'tiqod, iymon ichkaridan tashqariga chiqaradigan narsa, aks etadigan narsa bu odob, axloq. Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu inna khalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum indallohi atqakum deydi. Ey insonlar, biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Ya'ni Odam alayhisalom va Havvo onamiz. Va sizlarni bir-birlaringizni tanishingiz uchun turli millat, elatlar, xalqlar qildik, qabilalar qildik. Va sizlarning ichingizda Allohning nazdidagi hurmati balandroqlaringiz taqvodorroqlaringizdir deydi.